iPhone hozir korobkaning ichidan hamma narsani olib qo'yotgan bo'lsa, biz sizlarga qo'shib beramiz. Dubai Luxcopia biriga bir iPhone 7larimiz kelgan, ikkita sim karta o'qiydi, imeykalar o'tgan bo'ladi. Hamma knopkalar ishlaydi, ranglarini qaranglar. Biz o'zimiz hozir bunga stiklolar ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol 17larning hamma narsasi tushadi. Komplektida USB si chiqadi. Biz sizlarga bonus qilib adapterini ham qo'shib beramiz. Bu yoqda sifatli Dubai Luxcopia AirPods'larni ham qo'shib beramiz. Xohlasanglar vakuumsiz, xohlasanglar vakuumligini qo'shib olishingiz mumkin. Sovg'alarga oladigan bo'lsanglar, tayyor, ochilmagan, qaranglar, pechat hamma narsasi biriga bir. Sovg'aga bersanglar uyaltirmaydi. Ehtiyot bo'linglar, originalda 1,5 mingga olib qo'ymanglar. Bular Luxcopia varianti bo'ladi. Narxlari 2 million so'm chiqarib qo'yganmiz. Adapteri, AirPods, sovg'a, ikkita sim karta o'qiydi, oranjevisi bor, oqi bor. O'zingizlarga yoqqan rangini xarid qilasiz. Bolalarga olib bersanglar ham maktablarda bemalol alyo o'qib ishlab turishadi. Hamma narsasi bor. Instagram, Telegram hammasini o'qiydi. Kameralari ham bor. Kameralarni ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol rasmlarga olib ishlatsanglar bo'ladi.